Assalomu alaykum. Kimgadir qiziq bo'lsa agar, mana oddiy shifr tagida strapela qo'yilgan, qamish bosilmagan. Oraliq masofa 5 metr bo'lganligi uchun qamish bosilmagan. Shu qamish loyida o'rniga mana bu gipsokarton ustiga mana bunaqa qo'yilyapti. Penoplast. Endi gipsokarton bilan teng, bo'yiga sal kichkinaroq ekan. Qochib ketmasligi uchun mana bunaqa skoch qilib qo'ydik. Endi kimdir kley ishlatadi, kimdir boshqa narsa qiladi. Biz skoch qildik. Orasini mana bunaqa qilib qo'ysa ancha-muncha issiq qaytaradi bu. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu narsani qo'ysa bo'ladi. Dalish buning uchun yaxshi yechim. Xohlasa nashrni to'liq bitkazamiz. Mana bunaqasiga qo'yib turib, bitgandan keyin yana bir ko'rsatamiz. Bu narsa sinovdan o'tgan, bu yangilik emas. O'zimiz 2 yil avval qurilgan joyga ham qilganmiz. Haligacha juda ham yaxshi holatda turibdi. Hech bir issiq sovuqda o'tkazgan yo boshqa qilgan joyi yo'q. Bemalol 5-7 santimetrlik loyda o'rnini bosadi. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa qilib qilsa bo'ladi. Ikkilik penoplast. Bu ham arzon, budjetli variant. Bular ham budjetni qilinyapti. Aslida mana bunaqa bo'yiga qo'yish kerak edi. Biz mana bunaqa eniga qo'ydik. Reykadan yutasiz ozgina. Mana shunday holatda. Gipsokartonni ustiga qo'yib olib, bu chekadagi skoch bilan yopishtirsangiz zo'r.